Dunyoning deyarli har bir davlatida san'at universitetlari bor. U yerda aktyor, ssenarist, rejissyor yoki operatorlikka o'qishingiz mumkin. Ammo ko'p hollarda iqtidor ta'limdan o'zib ketadi. Siz hozirgi kunda yaxshi taniydigan rejissyorlarning ko'pchiligi oliygohlarda o'qimagan, ba'zilari esa umuman hech qayerda o'qimagan. Salom berdik qadrli do'stlar, sizlar bilan Farzid Kay. Bugungi videoda top 10 ta kul darajasidagi hech qayerda o'qimagan rejissyorlar haqida bilib olasiz. Ulardan ko'pchiligini yaxshi taniysiz. Aka-uka Wachowskilar. Lawrence va Andrew Wachowskilar Chikagodagi polyak oilasida tug'ilishgan. Ular bolaligidan maktab tadbirlarida qatnashib kelishgan, ammo kino haqida jiddiy o'ylashmagan. Maktabni tamomlagach aka-ukalar san'atga aloqador bo'lmagan har xil kollejlarda o'qishgan, ammo tez orada o'qishdan zerikib o'qishni tashlashgan. Shundan keyin har xil ishlarda ishlab ko'rishgan. Qurilish firmasini ochishga urinishgan, duradgor va malyarkachi bo'lib ishlab ko'rishgan. Bo'sh vaqtlarida esa komikslar yozishgan. Wachowskilar kino yo'lini ssenarist sifatida boshlashgan. Ular o'zlarining birinchi filmini 1996-yilda suratga olishgan. Aloqa filmi tomoshabinlar tomonidan ham, tanqidchilar tomonidan ham yaxshi kutib olinadi. 3 yil o'tgach aka-ukalar durdona franshiza Matritsani suratga olishgan. Film vizual effektlar sohasida yangi darajaga chiqdi va texnik nominatsiyalarda 4 ta Oscar oldi. Matritsa 1ni juda yaxshi ko'raman. O'ylashimcha bu takrorlanmas film. Filmning keyingi qismlari o'rtacha kutib olindi, lekin Matritsa jahon kinosidagi eng yaxshi trilogiyalardan biri bo'lib qoldi. Wachowskilarning shuhrat onlari 2000-yillar boshida qolib ketdi. Keyinchalik ular Speedy poygachi, Bulutli Atlas, Yupiter yuksalishi va 8-hissiyot filmlarini suratga olishdi. Ulardan yaxshi kutib olingani Bulutli Atlas bo'ldi, ammo kassada omadsizlikka uchradi. Speedy poygachi va Yupiter ham kassada katta muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Uchta ketma-ket omadsizlik Wachowskilar obro'sini bir pul qildi. Shundan keyin ular 2021-yilda Matritsa 4ni suratga olishdi. Ammo 190 millionlik byudjet bilan film 159 million dollar kassa yig'ib navbatdagi omadsiz filmga aylandi. Ular haqidagi eng muhim yangilik, ularning ikkalasi ham transgender. Endi ular aka-uka emas, opa-singil Wachowskilar. 2028-yilda Matritsa 5 rejalashtirilgan, ammo bilmadim, endi Matritsani davom ettirishdan ma'ni yo'qdek. Bu opa-singillar qachonlardir Matritsadek kult filmni suratga olganiga ishonish qiyin. Luc Besson. Fransiya tarixidagi eng mashhur rejissyorlardan biri Luc Besson suv ostiga sho'ng'uvchilar murabbiylari oilasida dunyoga kelgan. Luc yoshligidan oilaviy kasbni davom ettirishga tayyorlangan. Shuning uchun yoshligida Yevropada ko'p vaqt o'tkazgan. Suv ostiga sho'ng'ish va suv ostini suratga olish bilan shug'ullangan. Ammo 17 yoshida baxtsiz hodisa yuz berdi va uni diving bilan shug'ullanish vaqtidan mahrum qildi. Shundan keyin Luc Parijda har xil ishlarni qilgan, toki kinematografiya bilan qiziqib qolmaguncha. U suratga olish maydonchalarida yarim kun qo'shimcha aktyor sifatida ishlardi. 19 yoshida u o'zini Gollivudda sinab ko'rmoqchi bo'ldi, ammo mamlakatdagi cheklovlar sababli omadi kelmadi. Keyin u armiyaga ketdi. 3 yillik harbiy xizmatdan keyin Besson kinoga qaytdi. Dastlab u videokliplar olish bilan shug'ullandi va katta kinoda rejissyor assistenti sifatida ishlay boshladi. Uning birinchi to'liq metrajli filmi 1983-yilda chiqqan So'nggi jang filmi bo'ldi. O'shandan beri Luc Besson har yili yangi film chiqargan, ba'zida 2 ta film chiqargan paytlar ham bo'lgan. Uning rejissyorlik karyerasining pik davri 90-yillarda keldi. 1994-yilda Muhtasham Leon filmi chiqdi. 3 yil o'tgach 5-element filmi chiqdi. 2 ta film ham tezda kult maqomiga ega bo'ldi va hozirgi kunda ham eng mashhur filmlari bo'lib qolmoqda. 2000-yillar kelgach Besson rejissyorlik faoliyatini unutib qo'ydi. Uning o'rniga prodyuserlik bilan band bo'ldi. Uning prodyuserligida esa juda ko'p yaxshi filmlar chiqdi. Taksi, Eltuvchi, Garovdagilar, 13-rayon bular Luc Besson boshqargan eng mashhur franshizalar. U ishlagan so'nggi filmlari Lucy, Valerian va Mingta sayyora shahri, Taksi 5 va o'tgan yili chiqqan Dracula filmlari. Steven Soderbergh.
Maktabda o'qiyotgan paytlardayoq Steven Soderberg o'zining birinchi qisqa metrajli filmni suratga oladi va mahalliy universitetdagi animatorlik kursiga qatnaydi. Lekin u ham hech qanday maxsus ta'lim olmagan. Xuddi Besson kabi Soderberg ham Gollivudga ko'chib kelishga urindi, ammo uyga qaytib ketishga majbur bo'ldi. Biroz vaqt u video studiyada ishlagan va reklama roliklari va video kliplar olish bilan shug'ullangan. 1986-yilda u rock guruhi Yes konserti haqida hujjatli film oladi va to'satdan bu film uchun Grammy mukofotini oladi. 3 yil o'tgach Soderberg Ishqi yolg'onlar nomli filmni suratga oladi. Film Oscar va Oltin palmaga nomzod bo'ladi. Shunday qilib 26 yoshli Soderberg Cannes festivalining eng yosh laureatiga aylanadi. Stevenning pik davri 2000-yillarda keldi. 2000-yilda u ikkita film taqdim etdi va ikkita film ham tanqidchilar ham tomoshabinlar tomonidan yuqori baholandi. Birinchisi biografik drama Erin Brockovich. Shu filmdagi roli uchun Julia Roberts eng yaxshi aktrisa nominatsiyasida Oscarni qo'lga kiritdi. Ikkinchi film Traffic. U birdaniga 4 ta haykalcha olgan. Ulardan 3 tasini Soderberg shaxsan o'ziga olgan. 1 yil o'tgach Ocean'ning 11 do'sti katta ekranlarga chiqdi. Film keng jamoatchilik orasida mashhurlikka erishdi va yaxshigina kassa yig'di. Keyin rejissyor filmning yana ikkita qismini suratga oldi. So'nggi yillarda rejissyor katta kinodan teleseriallar va teatrga ko'chib o'tdi. O'tgan yili uning rejissyorligida ikkita film chiqdi. Birinchisi Qora chemodan, ikkinchisi Kristoferlar. Lekin men ularning ikkalasini ham hali tomosha qilmadim. Christopher Nolan Kristofer ingliz reklamachisi va amerikalik styuardessa oilasida tug'ilgan. Shuning uchun uning bolaligining katta qismi sayohatlarda o'tgan va anchadan beri ikkita fuqarolikka ega. 7 yoshida u Yulduzlar jangi filmini tomosha qiladi. O'shandayoq kinoga katta ishtiyoq bilan qiziqib qoladi. Kristofer o'zining birinchi filmlarini otasining kamerasiga olgan. Uning filmlarining qahramonlari esa o'yinchoqlari bo'lgan. Kinoga qiziqishga qaramay Nolan maktabni tugatgach Londondagi ingliz adabiyoti fakultetiga o'qishga kiradi. Sababi u kino yo'nalishi bo'yicha universitetga kira olmagan. O'qish paytida u qisqa metrajli filmlar olishni davom ettirdi. Keyin esa shaxsiy kinokompaniyasi Syncope Films'ni ochgan. Kam byudjetli Ta'qib, Memento filmlari Nolanni eng taniqli rejissyorlardan biriga aylantirdi. Batman trilogiyasi, Muqaddima, Interstellar va boshqa lentalar Nolanni yuqori daromadli rejissyor, noodatiy syujet va haqiqiy effektlardan foydalanadigan odam sifatida zamonamizning eng yaxshi rejissyorlardan biriga aylandi. Bu yil uning yangi filmi Odyssey chiqadi. Filmni intizorlik bilan kutyapman. Christopher Nolan haqiqatda hurmatga loyiq. David Fincher Christopher Nolandan farqli o'laroq David Fincher maktabdan tashqari hech qayerda tahsil olmagan, lekin ularning kinoga muhabbati o'xshash. Fincher ham 8 yoshida havaskor kamera bilan u yoqdan bu yoqqa yugurardi. Unga ilhom bergan ham Yulduzlar jangi edi. O'z orzusiga yaqinlashish uchun David 18 yoshida Korte film studiyasiga ishga kiradi. U yerda u oddiy ishchi edi va kameralarni u yoqdan bu yoqqa sudrab yurgan. 20 yoshida David o'sha paytda George Lucasga tegishli bo'lgan Industrial Light and Magic studiyasiga ishga kiradi. U yerda David Yulduzlar jangining 6-epizodi va Indiana Jonesning sequellari ustida ishladi. 1984-yilda Fincher reklama sohasiga o'tadi va uncha katta bo'lmagan muvaffaqiyatga erishadi. U Nike, Pepsi, Coca-Cola va Levi's kabi brendlar uchun reklama roliklar olgan. Keyin u o'zini klip mekerlik sohasida sinab ko'rdi. Fincher uchun katta kinoda debyut 1992-yilda chiqqan Begona 3 bo'ldi. Ridley Scott va James Cameronning omadli ishlari fonida tanqidchilar Fincherning ishini yuqori baholamadi, lekin bu uni bezovta qilmadi. 2 yil o'tgach prokatga 7 filmi chiqadi. Film o'zining g'amginligi va oldindan aytib bo'lmaydigan syujeti bilan hammani hayratda qoldirdi. Keyin o'yin va jang klubi kabi ajoyib filmlarni suratga oldi. Ularning har biri kult statusiga ega bo'ldi. Yalqovlik, g'azab, mag'rurlik, shahvat va hasad. Ko'pchilik Fincherni triller janrining maestrosi sifatida ko'radi, lekin u boshqa janrlarda ham o'z salohiyatini sinab ko'rdi. Zodiac'da asosiy urg'u jurnalistik izlanishlarga qaratilgan. Benjamin Buttonning g'aroyib hayoti esa drama elementli ilmiy fantastika. Ijtimoiy tarmoq esa ko'pchilik bilganidek biografik film. Shuncha yaxshi filmlar suratga olganiga qaramay Fincher hali ham dunyoning asosiy mukofotlari bilan taqdirlanmagan. Bu yil u rejissyorlik qilgan Cliff Boothning Sarguzashtlari nomli film chiqadi. Bosh rolda yana Brad Pitt. Bu filmni ham orzu qilib kutayapman.
Think you're real funny, huh? I'm a little funny. Peter Jackson yana bir kinematografiyaning savodsiz dahosi Yangi Zelandiyada tug'ilgan. Peter Jackson umuman maxsus ta'limga ega emas, ammo bu unga muvaffaqiyatga erishishga ta'sir qilmadi. Yoshligida u havaskor kamerani sovg'aga oladi. Yoshligidan Peter har xil maxsus effektlarni tajribadan o'tkazgan. Ba'zida yaxshi natijalarga ham erishgan. Masalan, u to'pponcha uchidagi uchqunni shunchaki plyonkaning kerakli joyini teshish orqali tasvirlagan. Katta kinoga kirib kelishidan oldin Jackson o'zini fotograf va ssenarist sifatida sinab ko'rgan. O'zining birinchi filmini Jackson 80-yillarda suratga olgan, lekin 2000-yillarga qadar u notanish bo'lib qoldi. 2000-yillar boshida Jackson fantasy olamining haqiqiy durdonasi bo'lgan Uzuklar hukmdori trilogiyasini suratga oldi. Uzuklar hukmdori trilogiyasi Peter Jackson va suratga olish jamoasiga naqd 17 ta Oscar olib keldi. Bitta qirolning qaytishi, Ben-Gur va Titanicdan o'zib ketib 11 ta Oscarni qo'lga kiritgan. Undan tashqari uchinchi qism kassada milliard dollardan ko'proq yig'di. Bu bilan Jackson bu chegaralarni buzib o'tgan ikkinchi rejissyorga aylandi. Keyin esa King Kong va Hobbit filmlarini suratga oldi. Ular ham anchagina kassa va har xil mukofotlar keltirdi. Steven Spielberg hozirda 79 yoshda va uni shubhalarsiz Gollivudning dodasi deyish mumkin. Spielberg tarixdagi eng boy kino arboblaridan biri. 2001-yilning o'zida uning boyligi 2 milliard dollardan oshiq bo'lgan. Hozirgi kunda ham u eng kassobob rejissyorlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Uning rejissyorligida Jag'lar, Oddiy askar Ryanni qutqarish, Schindler ro'yxati, Yura davri parki, Indiana Jones va boshqa ko'plab filmlar chiqqan. Spielberg 3 marta Oscar bilan taqdirlangan va kino sanoati uchun qo'shgan hissasi uchun maxsus unvon bilan taqdirlangan. Eng qizig'i shundaki, hozir Steven Spielberg kinolar va maxsus effektlar ishlab chiqarish bo'yicha professional ta'lim diplomiga ega. Uni esa 2002-yilda olgan. Universitetga qabul qilingach 37 yil o'tib. Gap shundaki, u universitetga kirgan paytlarda karyerasining pik davrida edi. Kino bilan bo'lib o'qishni tashlab qo'ygan. 2002-yilda u Kaliforniya universitetiga qaytib, film and electronic arts yo'nalishi bo'yicha o'qishni davom ettiradi. U hatto talabalik ishi sifatida qisqa metrajli film ham topshirgan. U diplomni olganida 55 yoshda edi. Ko'ryapsizmi, diplom olish uchun hech qachon kech bo'lmaydi. Bu yil Spielbergning navbatdagi filmi chiqadi, Fosh qilish kuni. Bu filmni ham kutib qolamiz. Quentin Tarantino. Mening sevimli rejissyorim Quentin Tarantino bu iste'dodli odamlar orasida unchalik ajralib turmaydi. Balki ko'pchilik bilsa kerak, Tarantino hech qanday oliy ma'lumotga ega emas. Quentin aktyorlik kursiga qatnashgan, lekin undan aktyor chiqmadi. Ammo rejissyorlik sohasida u muvaffaqiyatga erishdi. Aqldan ozgan itlar, Billni o'ldirish, Sharmandali yaramaslar, Ozod Django, bir paytlar Gollivudda. Bu barcha filmlar universal e'tirofga sazovor bo'lib, Tarantinoni kult shaxsga aylantirdi. Rejissyorlik talantiga qaramay, kino ixlosmandlari uni qiziqarli hikoyalar o'ylab topa olishi va ajoyib dialoglar yoza olishini qadrlashadi. Jinoiy asar va Ozod Django filmlari uchun Oscarni ham rejissyorlik uchun emas, eng yaxshi ssenariy uchun olgan. Yoshligida u video prokatda ishlagan. Video prokatlar do'konida ishlab, Quentin odamlarga nima qiziq ekanligini yaxshilab o'rganadi va buni o'z filmlarida qo'llaydi. James Cameron. Boshqa rejissyorlar qatorida James Cameronni ham zamonaviy kinoning otalaridan biri deyish mumkin. Aynan u tarixda birinchi bo'lib 100 million dollar byudjetli filmni suratga olgan. Keyin esa o'z rekordini o'zi yangilagan. Titanicni 200 million dollarga suratga olgan. Aynan Cameron tarixdagi eng kassobob filmlar muallifiga aylandi. Uning filmlarini sanab o'tishning keragi yo'q. Eng kassobob rejissyorlar ro'yxatida esa ikkinchi o'rinda turadi Spielbergdan keyin. Cameronni so'nggi 30 yildagi eng ilg'or rejissyor deyish mumkin. Uning deyarli har bir yangi filmi kino sanoati uchun texnik yoki vizual yutuq bo'ladi. Begona, Terminator va Avatar esa inqilobiy bo'ldi. Bu filmni yaratishda ular ko'p narsalarni ixtiro qilishdi yoki takomillashtirishdi. Yorqin misollardan biri harakatni suratga olish texnologiyasi. U Terminator 2 uchun deyarli noldan yaratilgan. Keyin bu Avatarda jiddiy ravishda takomillashtirildi. Bu yutuqlarning barchasiga hech qayerda ta'lim olmagan odam erishdi. Cameron yoshligida Kaliforniya universitetiga fizika fakultetiga o'qishga kiradi, ammo tez orada o'qishdan voz kechadi. Rejissyor bo'lishidan oldin u juda qiynaladi va har xil ishlarda ishlab ko'radi. U yuk mashinasi haydovchisi, yuk tashuvchi,
operator, texnik va sahnalashtiruvchi rassom bo'lib ishlaydi. Stenli Kubrik. Ehtimol Kubrik mening eng sevimli rejissyorlarimdan biri. Stenli Kubrikni hayot chog'idayoq 20-asrning eng nufuzli rejissyori sifatida tan olishgan. Hozirgi kunning eng zo'r rejissyorlari ham uning qarshisida ta'zim qilishadi. Masalan, James Cameron Stenli Kubrikning ishlarini uning ijodiga katta ta'sir ko'rsatganini bir necha bor aytgan. Christopher Nolan esa Interstellarni yaratishda Kubrikning Kosmik Odisseya filmidan ilhomlanganini ko'p marta aytgan. Spartak, Kosmik Odisseya, To'q sariq apelsin, Shu'la, Metal Kurtka bular Kubrikning bir nechta shedevrlari xolos. Kubrikning kinematografiyaga ta'sirini tavsiflab bera olmayman. Sababi bu juda qiyin. Kubrikning ijodi haqida ko'plab hujjatli filmlar, badiiy filmlar suratga olingan. Tahliliy maqolalar va biografik kitoblar yozilgan va hozirgi kungacha yozilyapti. Bo'lajak rejissyorlar, ssenaristlar, dizaynerlar, operatorlar va boshqa mutaxassislar Kubrikning rejissyorlik imzosini o'rganishadi, lekin uning o'zi hech qanday maxsus ta'lim olmagan, hatto maktabda ham yomon o'qigan. Shuning uchun maktabdan keyin birorta oliy ta'limga kira olmadi. Maktabni tugatgach va rejissyor bo'lishidan oldin Kubrik fotografiya bilan shug'ullangan. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar video 3000 ta like yig'sa, diplomsiz mashhur aktyorlar haqida video qilaman. Sizlarning like'ingiz video sizga yoqdimi yoki yo'q tushunishimga yordam beradi. Shuning uchun like'laringizni ayamang. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha